Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craftebekka uz do'stlar. Bugungi videoda biz qanday model tanlaysiz Toyota Ayres qilamiz. Mana Smart degan mashinani o'zbekchada Matiz deyishadi. Mana go. Mana roqqa qilamiz. Go. Xo'sh. Katta qilamiz. Qoraga bo'yamaymiz. Oq. Manimcha mayda bo'lishi kerak. Xo'sh, endi metdan qo'llik mana ko'rdinglar. Endi mana yong'inda olib turib orqasiga qilamiz. Buni ham aytini qilamiz. Buni cheat qilsa bo'ladi. Game Garden'ga. Endi mana buni olamiz. Oq qora yo'yamiz. Juda ham zo'r chiqadi. Mana shuncha yetadi. Mana olib turib oqqa bo'yamiz. Yo, ko'kkida, короче, ko'k. Mana Toyota Ayres bo'ladi, keyin mana shuni olasizlar-da. Ishga oqqa qilasizlar. Toyota Ayres chiqadi. Endi orqasiga qilamiz. Mana buni oq taqarib. Qora yo'l. Taqtirib. Ana. Endi aknasini qora. Oppana. Düzgün çıkartıldı. Evet, adreskalarını toplayalım. Çok değil. 59 gibi vuruş gerek. Baptı do'stlar, buzilib ketdi video. Kechirasiz, endi kapkutdan qo'shaman, nima bo'ladi? Xo'sh. Anaqaga chiqtiraylikchi vorilsaliga. Короче, zerikali. CLS 63. Xuddi yozib qo'yishgan chang. M5 F90 bor menda. Numeriga e'tibor beramiz. 40005 BMW. Zo'rada. Horizontal. Bugün Garden'da. Hala çıktı Honda. Honda yazıyor. Ana Toyota Ayres qildik. Hayır.